Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi aholi uchun ichimlik suvi va oqova suvlar tarmog'ida noqonuniy ulanishlarni aniqlash hamda xizmatlardan foydalanish qoidalariga rioya qilinishiga doimiy nazorat olib bormoqda. Shu maqsadda inspeksiya xodimlari joylarda reyd tadbirlarini amalga oshirmoqda. Ma'lum qilinishicha, shu kunlarda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy inspeksiyasi tomonidan keng jamoatchilik ishtirokida targ'ibot ishlari yanada kuchaytirilgan. Bunda ichimlik suvi tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanganlik, suvni hisobga olish uskunalari va plombalariga qasddan shikast yetkazganlik hamda ularning ko'rsatkichlarini o'zgartirish maqsadida tashqaridan aralashganlik uchun tegishli jazo choralari ko'rilishi kabilarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumot uchun bu borada qonun buzilishi holati sodir etilganda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 25 baravarigacha miqdorda jarima qo'llanilishi mumkin. Inspeksiyaning navbatdagi nazorat tadbirlari Yashnobod tumanida o'tkazildi. Yashnobod tumani Kattaquyiq MF To'yona ko'chasida yashovchi fuqaro tomonidan ichimlik suv tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanib noqonuniy foydalanib kelayotganlik holati aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 15-iyuldagi 194-sonli qaror 2-ilovasi bilan tasdiqlangan qoidaning 49-bandiga asosan ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish tizimlariga o'zboshimchalik bilan ulanib olish taqiqlanishi belgilab qo'yilgan. Aniqlangan holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 163-moddasi 1-qismiga muvofiq 4.120 ming so'm ma'muriy jarima rasmiylashtirildi. Hududiy inspeksiya tomonidan joriy yilning o'tgan davr mobaynida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish tizimlarida jami 550 ta noqonuniy holatlar, jumladan 368 ta ichimlik suvi ta'minoti hamda 179 ta oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga noqonuniy ulanishlar va 3 ta holatda hisoblagichlar ko'rsatkichlarini o'zgartirish yoki nazorat tamg'alari, plombalarga shikast yetkazish holatlari aniqlangan. Oqibatda qoidabuzarlardan suv ta'minoti tashkilotlariga 178,8 million so'mlik qo'shimcha to'lovlar hisoblandi. Bu kabi reyd tadbirlar bizda muntazam olib boriladi. Sababi aholi tomonidan ichimlik suv tarmog'iga noqonuniy ulanish holatlarini oldini olish, suv hisoblagichda ko'p hollarda tamg'asiz holatda foydalanish, suv ta'minot korxonalari bilan shartnoma tuzmasidan foydalanish holatlari oldini olish maqsadida bunaqa reyd tadbirlari doimiy amalga oshirilib turiladi. Suv ta'minot korxonasi inspektorlari tomonidan kuzatilgan o'sha o'rganish ishlarida, monitoring jarayonlarida aniqlanadi bunaqa holatlar. Iste'molchilardan so'rab qo'ygan bo'lardik, suvdan noqonuniy foydalanmaslikni, Toshkent shahar suv ta'minoti bilan shartnoma tuzgan holatda foydalanishlarini tavsiya bergan bo'lardik. Inspeksiya xodimlari iste'molchilarga bunday nazorat tadbirlari poytaxtimizning barcha tumanlarida doimiy ravishda olib borilayotganini, shuningdek, suv resurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish har bir fuqaroning insoniy fazilati va qonuniy burchi ekanini eslatib o'tadi. Mahfuza Muxtorova, Aziz Raimboyev, poytaxt.